Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatuvchilar. Ko'rishinglar mumkin. Yana bitta andijonlik marhamatli akamizga tomiga pena qo'yib beryapmiz. 2026-yil 12-yanvar sanasida ishlarimizni boshlab oldik. Joylarimiz tayyorga materiallari qoqib ishlarni boshladik. Xudo xolasa 2026-yil kim tomiga pena quydiradigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Mana shunaqa chiroyli holatda bitirib qilib beramiz. Inshaalloh. Qishda buni quysa bo'ladimi deganlarga, qishda ham quysa bo'ladi, 100% garantiya beramiz. Muzlasa ham bu hech narsa qilmaydi. Chunki ichida penasi bor. Bunaqa qattiq muzlamaydi, o'zining tarkibini yo'qotmaydi. Endi ko'pchilikda savol bo'lyapti, bu pena betonmi, polistira betonmi degan savol bo'lyapti. Yo'q, unaqa emas bu. Gips, mana sement, penamiz bo'ladi, pena bachogimizdan pena chiqadi. Suv quyib aralashtirib shunaqa quyiladi. Buni afzalligi issiq sovuqni o'tkazmasligi 100% garantiya. Pena betondan, polistira betondan buniki sal kuchliroq issiq sovuqni o'tkazmasligi. Yomg'irga chidaydimi deganlarga, yomg'irda ustini iloji bo'lsa qora qog'ozdan izol qilib yopish kerak. O'shanda sovuqni o'tkazmaydi, o'ziga namni tortib olmaydi, xudo xolasa. Santimetrlarga keladigan bo'lsak, 5 santimetrdan 10 santimetr, 15 santimetrgacha qo'yamiz. 5 santimetrligi vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan tagiga solinadigan materiali, gips, sement, pena hamma yo'q, usta haqi hamma yo'q ichida. 8 santimetrligi 40 ming so'm, 10 santimetrligi 45 ming so'm hamma yo'q ichida. 2026-yil ham mana bonus qilib sizlarga mana shu tagiga solinadigan materialni qilib beryapmiz. Endi toshkentlarga, vohalarga kelishilgan holatda telefon qilishadi. Kelishilgan holatda borib qilib beraveramiz chiroyli qilib. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Bolalarimiz bor. 3 ta, 4 ta gruppa bor. Ular ham hammasi ishda. Syomka qiladigan bitta o'zimligim uchun o'zim ishlayotgan joyda syomka qilib ko'rsatyapman. Bu yerda toshni 200 kvadrat tomimiz bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa bitgandan keyin ham bitta chiroyli qilib video qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Halol mehnat uchun like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. 2026-yil kim tomiga pena quydiradigan bo'lsa, ash do'stlarga jo'natib qo'yasizlar.